Assalomu alaykum olijanoblarining ashaddiy obunachilari. Biz sizlarga yangiliklarni ulashish maqsadida video syomkamizni boshladik. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Chegirmali narxlarda, bomba narxlarda qilib e'lon qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, chegirmali narxlarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borib turadi. Yanvar oyi va fevral oyiga narxlarda aytgani video syomkamizni boshladik. Videoni ko'ringlar. 14 kunlik umra safarimiz 14 kun davomida sayohat ibodatlarga to'la 50 boshlarimiz tomonidan olib yuriladi. Billa borib, billa kelinadi sayohat ibodatlariga. Va bizning firma tomonidan nimalar sizlarga beriladi. Shularni oxirigacha ko'ringlar. Batafsil ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz, xudo xolasa. 14 kun davomida 3 kun Madina-yu Munavvarada, 11 kun Makka da bo'linadi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal. Gastnitsa oraliqlarimiz 150-200 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida 24 soat davomida avtobuslarimiz bo'ladi, bepul tarzda xizmatda. Va undan tashqari bir to'lovning evaziga sayohatlarimiz Qizil dengiz, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, G'iro g'ori, Qur'on bosmaxonasi sayohatlariga olib boriladi biz 50 boshlarimiz tomonidan. Yana bizning firma tomonidan beriladigan narsalar bejik beriladi. Agar gastnitsani topolmay qolsangiz, o'sha orqali topishingiz mumkin bo'ladi. 50 boshlardan ajragan holingizda va kamzil beriladi bizning firma tomonidan beriladigan narsalar va mana shunday sumkalar beriladi. Adan ibodatdan qaytganingizdan keyin boshqa mahsulotda ishlatsangiz ham jab pishiq sumkalar bo'ladi va 5 litr zamzam suv hadya etiladi ibodatdan qaytayotganingizda albatta. Endi bizni uzoq yaqindan ko'rib turgan muxlislarimiz uchun narxini aytadigan bo'lsak, narxiga keladigan bo'lsak, yanvar oyini oxirigacha 31-yanvargacha $950 dan fevral oyini 1-fevral kuniga Namangan Jidda reysimizni $775 dan deb aytamiz, belgiladik. Agar vizangiz bo'lsa, vizangiz yo'q bo'lsa $875 dan qilib beramiz faqat bir kunga 1-fevral Namangan Jidda reysimiz Pramboy. Qolgan kunlarga haftada 2 kun Farg'onadan bo'ladi, seshanba, chorshanba kuni, haftada 1 kun Namangan, kunda Toshkentdan reyslarimiz bor. Kimga qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol quyidagi nomerga, raqamlarga telefon qilinglar va batafsil ma'lumotlar beramiz. Biz uzoqdan kuzatyapmiz. To'lovlarni qanday qilamiz degan muxlislarimiz uchun Telegram, WhatsAppda bemalol Zagreb pasportlarni olib tashlaverasizlar. Biz mana bunday Centrum Holding shot raqamlarini beramiz. Bemalol o'zlaringga yaqin bo'lgan banklardan to'lov qilishlaring mumkin bo'ladi. Zakolat tashlasalaring, qolganini aeroportda berishlaring ham mumkin bo'laveradi inshaalloh. Kimga qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga telefon qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar, o'zingizni asranglar.